Xo'p do'stlar, davom ettiramiz. O'tgan mavzuyimizda sizlar bilan must haqida gaplashayotgan edik. O'sha darslarimizni davom ettirgan holda must degani, ya'ni shart degani edi. Endi agar mustn't haqida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Undan oldin aytib o'tishim kerak. Bu yoqda endi savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun bu yoqda faqat pozitiv form berilgan, so'roq shakli yo'q deb? Sababi mustda o'zi mantiqan olib qarasak ham savol berib bo'lmaydi. Ya'ni savol berish o'sha g'alati bo'lib qoladi. Misol uchun must I yoki deylik must I see it, uni ko'rishim shartmi? Ya'ni ko'rishim shartmi? Ya'ni must I see it, ya'ni mustni so'roq shakli yo'q. Hech qachon so'roq shaklida must ishlatilmaydi. Uni o'rniga boshqa shakl bor, uni alohida mavzuda gaplashamiz. Hozircha faqat pozitiv va negativ form bor. O'tgan darslar bilan pozitiv, ya'ni shart degan ma'nosida ishlatdik. Xo'p, endi mustn't, ya'ni must not haqida gaplashamiz. Xo'p, mustn't qachon ishlatiladi? I mustn't do something, nimadir qilmasligim kerak. Ya'ni bu degani buni qilsangiz yomon bo'ladi. Ya'ni shuning uchun ham qilmang. It's necessary, ya'ni kerakli, not to do it. Ya'ni qilmaslik kerak degan ma'noda ishlatamiz. Ya'ni buni qilmaslik kerak, qilsa yomon bo'ladi. Ya'ni misol uchun I must go, I mustn't be late. Men ketishim kerak, borishim kerak. I mustn't be late. Kech qolmasligim kerak. Ya'ni kech qolsam yomon bo'ladi. I mustn't forget to phone Chris. Ya'ni men Chrisga telefon qilishni esdan chiqarmasligim kerak. Ya'ni esdan chiqarsam yomon bo'ladi. Xuddi shunaqa I must remember to phone her. Ya'ni esda tutishim kerak unga telefon qilishni. Be happy, xursand bo'l. You mustn't be sad. Xafa bo'lishing kerak emas. Ya'ni don't be sad. Ya'ni xafa bo'lishing o'zi g'alati, ya'ni yomon. You mustn't touch the pictures. Rasmlarga tegmasligingiz kerak. Tegsangiz yomon bo'ladi. Ya'ni men bu qizcha yuribdi-da, rasmlarga tegyapti, men bu ayol aytyapti, ya'ni muzeyda ishlaydigan ayol aytyapti. You mustn't touch the pictures. Rasmlarga tegmasliging kerak. Agar tegsang yomon bo'ladi. Ya'ni o'sha bu, ya'ni deylik qonunga zid yoki muzey qoidalariga zid, xuddi shunaqa. Ya'ni bu degan don't touch the pictures, rasmlarga tegma degan ma'noda ishlatiladi.